Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu oyatni o'qidilar. Waquduhan nasu wal hijara. Uning yoqilg'isi, ya'ni do'zaxni odamlar va toshlardir degan oyat. Baqara surasining 24-oyati. Jahannam ya'ni odam va toshlardan qizitilinadi. Energiyasi jahannamning shu. Shunda Rasululloh aytdilarki, shu oyatning tafsirida jahannamga 1000 yil o't yoqilingan. U qizargan. Yana 1000 yil o't yoqilingan, oqargan. Va yana 1000 yil o't yoqilingan, qoraygan. U qop-qora zulmatdir. Uning alangasi o'chmaydi dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlarida bir qora kishi turgandi. Yig'lab qichqirib yubordi. Shunda Jabroil alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tushgan ekan, "Kim bu oldingizda yig'layotgan?" degan. Rasululloh aytganlarki, Habashlardan bir kishi va unga maqtovlar aytdilar. Rasululloh. Keyin Jabroil aytganki, Alloh azza va aytayaptiki, "Izzatim, jalolatim va arshim ustida ko'tarilganimga qasamki, qaysiki bandaning ko'zi dunyoda mendan qo'rqqandan yig'lasa, albatta men jannatda uni kulishini ko'paytiraman." dedi Alloh. Ya'ni qarang mana, jahannam 1000 yil o't yoqilib qizargan ekan. Mana tandir yoqib ko'rganmisiz? Tandirni qizishda, non yopishda qarasangiz, birinchi o't yoqqaningizda qizaradi tandir. Keyin oqaradi. Yana yoqaversangiz qorayib ketadi oxir kul bo'lib, hamma joy ko'karib, ya'ni qorayib kul bo'lib. Jahannam mana shunaqa 1000 yil yoqilingan, qizargan, 1000 yil yoqilingan, oqargan, 1000 yil yoqilingan, qoraygan, endi qop-qora zulmat ekan u. Savda muzlima. Alangasi o'chmaydigan. Subhanalloh, mana shu yerda bir xayol keladi insonga. Endi biz buni aynan mana shunaqa, mana shu demaymiz, lekin shunga o'xshash narsani tasavvurini sizga bermoqchiman. Bugun yulduzlar nazariyasi bor-ku, astronomiyada. Yulduzlar necha ming yil yonib birinchi qizil gigantga aylanadi. Yonib tugagandan keyin Quyoshimizda ham shunaqa bo'ladi deyshadi. Qizil gigantga aylanadi. Buni million yillar mobaynida yonadi deyshadi astronomiyada. Endi bilmaymiz necha million yil yonadi. Hadisda aytilgan 1000 yil ham bu shunchaki mubolag'a bo'lishligi mumkin. Ya'ni arablarda eng katta raqam 1000 sanalinganda, shuning uchun bir narsani ko'p deyish uchun 1000 deb gapirilgan. Alloh Qur'onda aytgan-ku, "Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana." Bularda biri 1000 yil umr berilishini istaydi degan. Bu degani 1000 yil degani istaydi degani emas. Ko'p degan ma'noda aytilgan. O'zimizda 1000 marta aytdim senga deydi-ku. Maqsad aytmoqchimanki, hadisda aytilgan 1000 raqami ham bir cheklov bo'lishi shart emas. Muhimi, ko'p vaqt yongan jahannam oxir qizargan. Xuddiki mana hozir aytganimizdek yulduzlarda qizil gigantga aylanishiga o'xshab. Keyin aytishadiki, o'sha astronomiyada yulduzlar qizil gigantga aylangandan keyin oq karlikka aylanadi deydi yoki ko'k. Ya'ni mitti yulduzga aylanadi ba'zilari shunaqa. Va u ham necha ming yillar davom etadi deydi. Xuddiki mana hozir hadisda qarang, yana 1000 yil yoqib oqardi degandek. Keyin aytishadiki, katta yulduzlar oxiri keyin qora tuynukka aylanadi deydi. Qop-qora, hech qanday yorug'lik undan chiqmaydigan, hatto yorug'likni ham yutib oladigan qop-qora shu katta temperaturadagi tuynukka aylanadi. Subhanalloh, hozir mana hadisda ham xuddi shunga o'xshash narsa aytilyapti, qarang. Yana keyin 1000 yil yoqilingandan keyin jahannam qop-qora holatga keldi, savda u muzlima deyapti. Tim qora. Alangasi o'chmaydi. Mana bu qora tuyning ichida ham aytilinadi-ku, vaqt to'xtagan uning ichida. Vaqtni ham yutib oladi kerak bo'lsa u. Va uning ichiga kirgan har qanday jism u zarralarga aylanib ketadi, atom zarralariga bo'linib ketadi. Alloh alam, jahannam ham shunga o'xshash bir maxluq bo'lsa kerak. Kayfiyatini bilmaymiz u, lekin sizga men shuni taqribiy bir misolini aytibman. Chunki o'zi dunyoda biz hamma narsani jannat, jahannam haqida misolini ko'ramiz biz. Alloh bizga shuni misolini yaratib bergan. Jannatning misoli lazzatlarda, jahannamning misoli azoblarda. Shuning uchun jahannamni ham mana shunga o'xshatgan misolda keltirish bu zarari yo'q.